Mening ismim Malika va men birinchi urinishimda IELTSdan 8,5 ni qo'lga kiritdim. Hozirda 15 yoshdaman. Siz uchun eng zo'r o'quv markazi. Assalomu alaykum. E'tiboringizda Kohinoor mini podkasti. Angrel shahardagi Kohinoor o'quv markazida tahsil oldim va ushbu natijani qo'lga kiritdim. Motivatsion qizdan shunaqa zo'r natijalar menga ham bu energiya ta'sir qilyapti. Shuning uchun men Kohinoor eng sevimli o'quv markazim deb ayta olaman. Yaqin kelajakda Malikani ustoz sifatida ko'ramizmi? Assalomu alaykum. E'tiboringizda Kohinoor mini podkasti va bizda bugun juda ham ajoyib mehmonimiz bor. Va uning ismi Malika. Ha, o'sha IELTSdan 8,5 olgan butun Angrendagi deyarli yagona o'quvchi Miss Malika Xoliqberdiyeva. Xush kelibsiz Malika. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Biz ham tomosha qilib turganlar, ya'ni. Qandaysiz Malika? Chotki. Yaxshi, zo'rman. Birinchi meni qiziqtirgan savol. Sразу o'tib ketaman. Birinchi qiziqtirgan savol. O'sha kuni, result kuni birinchi marta shu telefoningizda SMS kelib to'g'ri javobi o'shani ko'rganingizda siz o'zingiz qanday his qilgansiz? Birinchi reaksiyangiz qanaqa bo'lgan? Xo'p, adashmasam bunaqa hissiyotni bunaqa so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi-da. Juda ham chuqur xullas. Masalan, o'zi javob chiqishiga ham o'sha bir kun ketdi. Bir kun, masalan, bir kun juda ham sekin o'tdi. Kutgansiz kun bo'yi. Ha, 20 marta, 25 marta ochib qaradim veb-saytini ham. Keyin oxiri shu results available degandan keyin battar hayajon bosib ketdi. Mana shu atayin mana shu kutilgani uchun ham adashmasam ko'proq hayajon bosgan deb o'ylayman-da. Keyin shu ochib qaradim 8,5. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi. Shu birinchi bo'lib ota-onamga aytdim, shunaqa tabriklar yog'ib. Shunaqa bo'lib ketdi. Soat shunda 4da chiqqan, to'g'rimi? Kechki 4da. Meni masalan ertalab chiqqandir, ertalab 6da chiqqan, shunday uyg'oqdim, ochdim, ha, bo'ldi zo'r. Sizda kun bo'yi tekshirib ancha sabr ketgan. Paper based bo'lganmanda? Ha, paper based. 13 kun kutgansiz, to'g'rimi? Shunday. Sizda CD'da necha kun chiqadi shunda? Bir kun. Bir kun kutdim. Bir kun ham kuta olmadim даже. Mana shuncha kutganlaringiz sabr oxiri 8,5 bor. Bo'ldi. O'sha muhim emas-da bular. To'g'ri. Arziydi kutishga. Va men ancha vaqt ketgan deb o'ylayapman. Qancha vaqt ketdi? Jami beginnerdan boshlaganimdan beri 3 yil bo'ldi. 3 yilga arziydi. IELTS Ajoyib. preparationga 1,5 yil bo'lgan. Tushunarli. 1,5 yil, shunda 1,5 yil IELTS. Shunaqa. Zo'r taqsimot. Shunda odatiy kuningiz qanaqa o'tgan o'zi IELTS sanayotgan paytingizda o'ylaylik? IELTS sanayotgan paytimda, xo'p, IELTS endi boshlagan paytlarimda ko'pincha listening bilan readingga ko'proq urg'u berardim. Ya'ni masalan faqat praksislar ko'proq ichardim, keyin podkastlar, artikellar o'qirdim, kitoblar ham o'qib yurardim. Yana shu kinolar ko'rib, shunaqa u ham listeningga yordam beradi, qaysidir ma'noda. Keyinchalik masalan imtihonga yaqin qolgan paytida almashtirdim, ya'ni skilllarni. Ya'ni speaking bilan writingga ko'proq harakat qildim, lekin men bu reading bilan listening tushib ketmasligi uchun ham qilib yurdim. Bittadan bo'lsa ham kamida kuniga tushib ketmasligi. Chunki u baribir fluctuate qiladigan skill, baribir tushib ketadi agar qilmay qo'ysangiz. Exposure kerak. Tushunarli. Shundan kuniga qancha dars qilgansiz o'rtacha? So'ralgan savol bu ham. Xo'p, hisoblab ko'rmaganman, lekin adashmasam bir 7 soatdan oshib bo'lishi mumkin. Bo'lsa. Uncha dars qilishga ham sabr kerak. O'xshoqson deydi-man, faqat ishlaydigan odam o'xshoqson, lekin kuniga 7 soat dars qilishda o'zi bo'ladimi? Masalan, yarim kun maktabda o'tirgan bo'lsa, qolgan hammasi shu IELTSga ketganda. Shunaqa bo'lgan. Keyin esimga kelib qoldi podkast deganingizga. Ko'pchilik aytadi-da, IELTS o'zi IELTSdan baland balo olish uchun faqatgina practice qilish kerak, faqatgina testni master qilish kerak deb faqat shunaqa gaplar eshitaman. Lekin siz bu yoqda podkast, shunaqa artikellar aytyapsiz, u foydasi bormi o'zi? Nimaga unaqa qilgansiz o'zi? Qiziq. IELTS practice qiladigan bo'lsa, menimcha yaxshi natija qilib bo'lmaydi, chunki odam zerikib qoladi. Baribir odamga ham masalan turli xil qiziqish kerak-da. Ozgina dam kerak. Masalan, chunki masalan testlar, IELTS testi takrorlanuvchi bo'ladi. Juda ham zerikali, akademik, hammaga ham yoqmaydi, yoqmasdan qilasiz-ku baribir. Lekin shu qiziqish uchun masalan ko'proq chidashingiz uchun qiziq narsa kerak-da. Shuning uchun ham men podkastlar eshitardim, kitob o'qirdim, kino ko'rardim. Shunda sal bo'lsa ham как брик bo'lardi menga, tanaffuslar uchun qilardim shunaqa narsani.
ko'pincha lekin praktis qilganman men ham. No, faqat praktis bilan ketsa ham bo'lmaydi-da. Shu vataniga bo'lib ketadi odam. Ha. Shunaqa. To'g'ri. Keyin yana bitta mana hayratlanarli joyi. 8 olgansiz writing qismida. Ha. 8. Olganman. Ninerlar qayta topshirib zo'rg'a 8 oladi. Siz birinchi urinishingiz 8 olgansiz. U qanday bunaqasiga? Qanday iloji bor buni deydi-ya? Xo'p, writingga ham ko'p ishladim. To'g'risi. Speakingdan ham ko'proq ishladim desam bo'ladi, to'g'risi. Xullas, writingga yozda bahordan beri tanlanaman. Bahorda hozir уже 1 yil bo'lib qolibdi demak. Deyarli 1 yil. 1 yildan beri har kuni yozib kelaman, почти. Har kuni. Shunda har kuni faqat praktika qilgansiz va uning ustida feedback ustida ishlagansiz. Feedback keyin nima qilardim? Masalan, iloji boricha ko'proq odamdan feedback olardim. Sizdan ham so'rardim. Esiz so'rab. Telegramdan yozarsiz har kuni. Har kuni yozardim. Tashbih bering, feedback bering. Shu ish qilib, ruslardan ham, ruslardan ham hammadan so'rab yuraverdim-da shu taniydigan odamlarimni. Keyin o'sha feedbacklarni ishlatishga harakat qilardim. Keyinchalik masalan Nuriddin ustoz ham ko'rsatib bordi, to'g'riroq analiz qilishlari. Boshida masalan passiv analiz qilgan ekanman-da. Shundan ham o'sish bo'lmagan. Masalan, bahordan yozgacha qotib qolgan o'sha 6:30 7da. 7da orada chiqib qolardi, orada. Yaxshi kunlarda chiqib qolardi. Keyinchalik ustoz shunaqa chuqur tahlil qilishni o'rgatgandan keyin shu sekin-sekin 7, 7:30, keyin 8 bo'lib ketdi. Shu mencha qayta yozgandan keyin o'sha moslashib qoladi. Masalan, tahlil qilganingizdan keyin ham o'sha strukturasi, logika уже avtomatik bo'lib qoladi-da, qayta yozilgandan keyin. Mencha shunga ham 1 yil praktika qilganman o'sha. 8 bo'ldi. Xuddi men o'zimda bo'lganday sizga hozir eshityapman. 5-6 to'g'ri 5 oyda o'smagan, bir joyda yurgansiz, keyin ustoz bir Nuriddin ustoz bir dars o'tib bordi, shu bilan cho'g' uchib ketdi. Xuddi shunaqa bo'ldi menda ham, to'g'ri. Vashi alam qilgandi, masalan, umuman o'smagan. Shuncha har kuni yozib o'tiribman, o'smaydi deb vashi alam qilgandi, to'g'risi. O'rgangandan keyin nega ertaroq o'rgatmadingiz? Ustoz qattiq oldi, nima? Shu. Voy. Keyin ana feedback degani, ko'pchilik feedbackni bilasizmi, noto'g'ri talqin qiladi. Ha. Feedback berasiz keyin, "O, nega menga yomon deyapsan?" deb. Kritika qilib bo'lish. Ha, kritika. Siz ham o'sha sizdan ham feedback olishni boshlashdimi? O'sha bilasizmi, feedback beringiz nimadir agar sal pastroq realistik o'zini aytasiz, lekin o'sha sразу negativ qaraydi. Nega unaqa qildingiz o'zi? Qanaqa fikringiz shunga? To'g'ri. Masalan, shunaqa feedback negativ oladiganlar o'sishi juda ham qiyin bo'ladi. Chunki o'zi feedback o'siradi. Masalan, ayniqsa speaking bilan writing feedback bilan o'sadigan narsa. Shuning uchun ham agar feedbackda shunaqa ignore qiladigan bo'lsa yoki yoqtirmaydigan bo'lsa, bo'ldi, o'smaydi deganda prosta. Chunki mana shu feedbackda sizni o'sha qiynalayotgan joylaringizni ochib beradi. Yana o'sish uchun eng yaxshi imkoniyatda u, to'g'risi. No, masalan, mana shunga kritika bilan qarash bu yaxshi ish emas, to'g'risi. Shuning uchun ham odam yaxshi qarash o'rganish kerak, o'zining xatolarini tushunib, kamaytirishga harakat qilish kerak. Qochib yurgandan ko'ra, to'g'risi. Va keyin sizdan balandroq pozitsiyada, masalan, ustozingiz sizdan ko'proq narsa biladi, to'g'rimi? Sizda yo'q narsa unda bor va o'sha sizga feedback beryapti. Uni prosta o'rganish kerak, ya'ni mahmadonalik qilib, "Yo, men o'rganganman buni, yaxshiroq bilaman" deyishmasdi, to'g'rimi? Shu. O'sha mening fikrim. Yo'q, zo'r. Keyingi qism. Reading listeningda 9 dan 9 olgansiz, to'g'rimi? Crazy. 9 dan 9. Buning siri nimada? Ayting. Sirli masalani o'rgating bizga. No, menimcha bunaqa sirli narsa yo'q, bunaqa narsalarda. There is no magic thing. Ha, magic yo'q, prosta practice, consistency. Ya'ni, masalan, 1,5 yil beri als o'qiyotgan bo'lsam, har kuni qilib kelaman. Mana shu boshda qolib ketmagan. Bayram bo'lib qolsa, baribir qolib ketardim. Boshqa kunlar har kuni kamida bittadan qilardim-da. Shu masalan 1,5 yil nechta test bo'lgan bo'ladi va shu ko'p ketadimi? Qayta eshitgandan keyin. Yo'q, yana yarim 400-500 ta test tashlagan. Shu. Hamma test ko'rib bo'lgansiz. Shu, hamma to'g'ri, lekin hamma turdagisini ko'rib bo'lganman, o'sha shuning uchun ham. Shunda mana siri, kimdirlar ham kommentariylarda yozadi doim, prosta talanti bor buni. Sanasiga. Mana siri 500 ta test qilib 5 ta test qilsin, keyin ko'radi. Talantmikan yo nima ekan deb. To'g'ri. Keyin yana bitta o'zimning qiziqqan savolim. O'z ingliz tiliga qiziqasizmi yo majburlashganmi? Boshida bo'ladi, boshida hamma kimdir noldan yo yerdan boshlaydi, hamma o'sha qiziqqanmiz, o'zi qiziqib kelganmiz yo kimdir uydagilar bunday o'qiysan deb o'rgangan. O'sha payt 6-sinf edim. Bu payt hali o'zim qiziqishi bo'lmagan menimcha. Ingliz tiliga ham qiziqmaganman. Chunki maktabda yomon o'qiganman. Ingliz tili o'qitishni yoqtirmasdim-da. Past baho qo'yardi, shunga yoqtirmasdim. Shu ingliz tilini ham yoqtirmasdim bu payt. Keyin shu ota-onam IELTS haqida eshitib qolishdi, menga ham tushuntirishdi nimaligini.
keyin sal qiziqish uyg'ondi, keyin borib ko'rdim darsga. Yoqmasa ham borib ko'rardim. Ingliz tilini yomon ko'rardim uni. Keyinchalik bir 1-2 oylardan keyin o'sha qiziqish uyg'ondi. O'qituvchilar zo'r o'tgani uchun yoki o'zi ingliz tili baribir qiziqmanda, to'g'risi. Faqat yozib o'tirish emas, hamma skill bor, gapirish bor, social ham bo'lishi mumkin. Ancha qiziqman, to'g'risi, boshqa fanlarga qaraganda. Unda ichiga kirib ko'rsangiz qiziqman. Yuzaki qarasangiz unaqa qiziqmas bo'lishi mumkin. Demak, siz ham ko'pchilik odamga o'xshab boshida baribir qiziqmagansiz. Qiziqmaganman. Kirsangiz, keyin qiziqib ketgansiz, qiziq joylar ko'p ekan. To'g'ri. Hech qachon nima tashqariga qarab, tashqi ko'rinishga qarab baho bermadingiz-ku. Tushunarli. Shunda siz aytingiz 6-sinfda boshlaganman deysiz, to'g'rimi, ingliz tilini? Siz o'zi Ko'hinurda qaysi darajadan boshlagansiz? Ko'hinurga kelganimda intermediate kursini tugatgandim. Intermediate kursini. O'zi General Englishni ko'p o'qitishda o'qiganman. Juda ham ko'p almashtirardim-da, repetitorlari yoqmagan. O'qituvchilar yoqmagan yoki ular ketib qolgan, bilmadim. Ish qilib shunaqa bo'lganda. Keyin masalan Ko'hinurga keldim. Shu bilan o'shida qoldim 1,5 yil. Birinchi marta bunchalik uzun bitta joyda qolishim bo'ldi. Shunday. Nega ketib qolmaysiz? Yoqdi, juda ham yoqdi. Nimasi yoqdi? Ochiqroq gapiring, aniqroq. Nimasi yoqdi aynan? Atmosfera yo'q. Birinchi o'rinda masalan hech qachon men oldinga borgan repetitorlarimda qo'shimcha dars o'tib bermasdi. Masalan dash yozishga ham aniqlardim, bunday Telegramda yozishga ham, nima savol berib qolishga ham aniqlardim. Masalan, hozir jahl chiqdimikan, darsdan tashqari yozyapti-yu deb shunaqa o'ylamasin deb aniqlardim-da o'sha paytlari. Lekin men bu Ko'hinurga kelganimdan keyin o'sha qo'shimcha dars o'qitishadi, yakshanba kuni ham yoki yana sport ishlar qilyapti. Ular ham juda ham ko'p qo'shimcha tekin darslar bo'lib ketyapti-da. Vashi zo'rda. Masalan, shunaqa narsa juda ham xohlardim oldinlari, to'g'risi. Как ikkita kursga borganga o'xshab qolganda. Har kuni sanasga. Har kuni borardim. Siz boshqa joylarda ko'rmagan sanasiga. Yo'q, narsa ko'rmaganman, to'g'risi. Va shuning uchun bu yoqda qoldingiz. Arzirli sabab. Shunda yana bir qiziq savol chiqib qoldi menda. Masalan, men ham 8 olganman-da, lekin 8,5 olsam bo'lardi, realistik qaraganda. Va yetarlicha ishladim. Shunda faqat hard workmi deb o'ylab qoldim keyin. Faqat o'qishdanmi yo boshqa nimadir faktor bormi yo omadmi nimadir deb o'ylab qoldim o'sha. Nima deb o'ylaysiz o'sha? Faqat hard workmi? Faqat hard work emas, chunki muvaffaqiyatga erishish faqat hard work kerak emas-da. Yo, u ham kerak, u ham katta rol o'ynaydi. No baribir ham boshqacha faktorlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, duoda bo'lish. Masalan, ko'pchilik siz duo qiladigan bo'lsa, aytaylik ota-ona, ustozlar, shundan keyin o'sha ishingiz yurishadi-da, xullas. Shunaqa bo'lishi mumkin. Keyin masalan, o'qituvchilarni nazariga tutish kerak. Bu degani paxta qo'yish kerak? Yo'q. Unaqa paxta qo'yish haqida emas. Ba'zilar to'g'ri qilishi mumkin. Prosta aytmoqchi bo'lganim, har doim hurmat qilib, egasilarni har doim joyida qilib kelib, shunaqa qiladigan bo'lsa, o'sha ustoz ham ko'radi. Shu harakati bor ekan deydi. Keyin masalan, e'tibor berishni boshlaydi. Qo'shimcha narsa berish mumkin. Keyin chin dildan duo qiladi keyin. Chin dildan duo qiladi. To'g'ri, chin dildan bo'ladi. Hamma narsa shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Bog'liqlikda sezdimda, shu joyga bitta bog'liqlik sezdim. Masalan, Nuriddin ustozni darslarida ham, masalan, 30 kishi bo'lsa yoki 25 kishi bo'lsa, u guruhda bir 5 tasi, bilasizku, har doim 5 ta bola kelmaydi, attendans qoldiradi. Kelsa bo'ladi, lekin shunda ham dangasalar dars qoldiradi. Keyin oxirida o'sha 5 tasi yaxshi balo olmaydi. U kam dars kelgandan emas yoki ko'p dars qoldirgandan emas, u prosta ustozni vaqtida hurmat qilib kelmaganidan. O'sha menimcha sizni ustoz nazari degan joyiga yaqqol dalil. Mumkin, lekin to'g'ri. Chunki ustoz ko'ziga yomon ko'rinib qolgan bo'ladi, baribirlar qanaqadir ma'noda, to'g'rimi? To'g'ri. Hop azizlar, mana bugun biz Malika bilan juda ham ajoyib podkast o'tkazdik. To'g'risini aytsam, mana yarim soat bo'ldimi, qancha juda ham maroqli o'tdi. Chunki shunchalar motivatsion qizdan shunaqa zo'r natijalar menga ham bu energiya ta'sir qilyapti. Xudo xolosa, keyingi qismlarda, keyingi epizodlarda Malikaning o'rnida siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun do'stlar, yoshlar, hey student, o'qishdan to'xtamang. O'zingizdan ishlashdan hech qachon to'xtamang. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr. Bye bye.